hali ham kostyum shuni kiymadingmi? Ozgina vesopmanmi deyman. Eski kostyum shuni siqmayapti. Oylikka pul yetkiza olmasdan hali yangi kostyum shuni ola olmadim. Ha, aytgancha masjidga nimaga keldik? Hech masjidga kelmasdingiz-ku? Ha, 2-3 kundan beri tush ko'ryapman odamlarni. O'shanga domladan so'ragan keldim. Ochqadim, chanqadim o'g'lim deyishyapti tushimda. Shuni nima uchunligini so'rasam, orqalaridan bir duo qilib, yaxshi amallar qilmayapsiz deyishdi. Shuning uchun yo quduqqa ulating yoki daraxt ektiring, qo'lingizdan kelsa muhtojlarga ehson qildirib, ularga baxshida qilib yuboring deyishdilar. Shunga men hozir ofisga tashlaysamda, muhtoj oilalar ro'yxatini tuzasam, bugun qo'ldan kelgancha hammalariga ehson qilamiz. Ketdik. Mayli sog' bo'ling. Haqiqatan qiynalgan oila ekan. Yana qayerga boramiz? Ko'chani oxirida. Ketdik. Bo'tlar ozgina loy bo'lib qopti. Siz turib turavering, men o'zim tashab chiqaman, xo'jayin. Yo'q, havo yaxshi bo'lganda mana shu yerga chiroylab beton quydirib ber, ha? Xo'p bo'ladi. Ancha ovora bo'libsizlarda, ukajonim. Endi shoshilganda dasturxon ham yozmadim. Aybga buyurmaysiz, quruq joy ham qolmagandi ukajon. Do'xsu. Mana. Yaxshi keldilar uka. Shu mahalla raisimiz aytgan, sizlar bo'lsalaring kerak-a? Shuncha narsa ko'tarinib kelibsizlar. Mahalladan bir yordam so'rab chiqqandik. Allohdan ham so'ragandik mana sizlardan. Ro'para qildi. Uzr tanimayroq turibman. Men biznesmenman, bu ishchim, birga ishlaymiz. Erondan O'zbekistonga behamat soklarini olib kiraman. Bezat uni paketda soklardan olib ber. Mana shu soklarni O'zbekistonga olib kirib tarqatamiz. Bu qilgan ehsonlarim rahmatli ota-onam nomlari. Shular haqlarida duo qilib bersangiz, biz bir ikkita boradigan joylarimiz bor. Maylimi? Qani ilohi amin. Ilhomjon o'tgan savajinda qattiq gapirib qo'ydim. Uzr-a. Buxgalterimiz Ahror akaga aytib qo'ydim. Hozir chiqib oldiga uchrasangiz, pul berib yuborishadi. 28-kuni borib qarindoshlar bilan marosimni o'tkazdiring. Bu pul qarz ham emas, oyligingizdan ham emas. Shunchaki onamlarga duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi, xo'jayin. Rahmat. Arzimaydi. Chiqib olib oling-a.